1 yil avgustdan boshlab yangi qoidalar kuchga kirsa, eng katta muammo shunda bo'ladi. Ko'pchilik odamlar buni kech biladi. Keyin esa jarima ortiqcha to'lov, hujjat qaytarilishi yoki navbatdagi ishning to'xtab qolishi bilan yuzma-yuz keladi. Men bugun aynan shuni oddiy tilda tushuntirib beraman. Nimalarga tayyor turish kerak? Kimlar albatta tekshirish kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi va eng muhimi xatoga yo'l qo'ymaslik uchun hozirdan nima qilish kerak? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki yangi tartiblar faqat tadbirkorlarga yoki faqat haydovchilarga tegishli bo'lib qolmaydi. U kommunal to'lov qiladigan, bank kartasidan foydalanadigan, davlat xizmatiga murojaat qiladigan, hujjat rasmiylashtiradigan, mashina haydaydigan, uy-joy masalasida ish yuritadigan, nafaqa yoki yordam puli oladigan deyarli hammani qamrab olishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday o'zgarishlarni vaqtida bilgan odam pulini ham, vaqtini ham, asabini ham asraydi. Avval qanday edi? Ko'p holatda odamlar eski odat bo'yicha harakat qilardi. Masalan, hujjat topshirish kerak bo'lsa, oldin ham shunday qilganman deb borardi. Kommunal to'lovni oxirgi kunga qoldirardi. Mashina bilan bog'liq jarima, sug'urta, texnik ko'rik yoki ruxsatnomani keyin ko'raman deb yurardi. Tadbirkor bo'lsa, hisobotni eski shaklda tayyorlab qo'yardi. Davlat xizmatiga murojaat qilayotgan odam esa pasport istir, kadastr yoki boshqa hujjatlar yetarlidir deb o'ylardi. Lekin yangi qoidalar kuchga kirgan paytda eng xavfli narsa eski tartibga ishonib qolishdir. Chunki birgina kichik o'zgarish ham butun jarayonni o'zgartirib yuboradi. Masalan, ariza endi faqat elektron shaklda qabul qilinishi mumkin. Yoki oldin bitta hujjat yetarli bo'lgan bo'lsa, endi qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Oldin ogohlantirish berilgan holaki endi jarima qo'llanishi mumkin. Oldin 10 kun ichida to'lash mumkin bo'lgan to'lov endi qisqaroq muddatga bog'lanishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, yangi sana kirib kelganda eng birinchi ish menga tegmaydi deb o'ylash emas. Balki menga qaysi joyi tegishi mumkin deb tekshirish. 1 avgustdan boshlanadigan har qanday yangi tartibning ma'nosi shuki, davlat idoralari, banklar, kommunal tashkilotlar, soliq organlari, yo'l harakati tizimi, mahalliy hokimiyat yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ishlash uslubini yangilashi mumkin. Bu esa oddiy fuqaro uchun 3 xil oqibat beradi. Birinchisi, hujjat topshirish tartibi o'zgaradi. Ikkinchisi, to'lov yoki jarima bo'yicha mas'uliyat oshadi. Uchinchisi, vaqtida harakat qilmagan odam ortiqcha yuguradi. Endi kimlar eng ko'p e'tibor berishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi guruh haydovchilar. Agar siz mashina haydasangiz, siz uchun har qanday yangi qoida ikki tomondan muhim, jarima tomoni va hujjat tomoni. Masalan, sug'urta muddati tugagan bo'lsa, texnik ko'rik va ruxsatnomalarda kamchilik bo'lsa, avtomobil nomingizda bo'lmasa yoki ishonchnoma, oldi-sotdi, jarima qarzdorligi masalasi ochiq qolgan bo'lsa, yangi tartib kuchga kirgandan keyin bular avvalgidan tezroq ko'rinishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Bir haydovchi mashinasini do'stidan olgan, lekin rasmiylashtirishni kechiktirib yuribdi. Oldin yo'lda to'xtatilmasa bu muammo sezilmasligi mumkin edi. Endi esa elektron bazalar bir-biriga ulanib borgani sari jarima, sug'urta, texnik ko'rik egasining qarzdorligi kabi ma'lumotlar tezroq aniqlanadi. Natijada odam, men faqat mashina haydab yurgandim deydi. Lekin tizimda boshqa muammo chiqadi. Shuning uchun haydovchi bo'lsangiz, 1 avgustdan oldin yoki darhol keyin o'zingizga tegishli barcha avtomobil hujjatlarini tekshirib chiqing. Ikkinchi guruh tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Bu yerda xavf yanada jiddiyroq, chunki kichik xatolik ham pulga aylanadi. Masalan, savdo nuqtangiz bor, onlayn nazorat kassa ishlatishingiz kerak, lekin chek berish tartibini to'liq bajarmayapsiz. Yoki xizmat ko'rsatasiz, lekin mijozdan kelgan to'lovlar shaxsiy karta orqali aylanib yuribdi. Yoki ijarada ishlayapsiz, lekin ijara shartnomasi rasmiy emas. Yangi qoidalar kelganda eng ko'p tekshiruv aynan shunday joylarda bo'ladi. Chunki tizim hujjatsiz pul aylanishini, hisobotdagi tafovutni va rasmiylashtirilmagan faoliyatni ko'proq ko'ra boshlaydi. Masalan, kichik do'kon bir oyda 1 million so'mlik savdo qiladi, lekin chek orqali 1 million so'm ko'rsatadi. Qolgan pul karta yoki naqd orqali yuradi. Avval bu maylik keyin to'g'rilab olamiz darajasida ko'rilgan bo'lishi mumkin. Lekin yangi nazorat tartibi bank aylanmalari va kassa ma'lumotlari solishtirilsa savol tug'iladi. Nima uchun real tushum bilan rasmiy tushum orasida farq bor? Shu savolning o'zi tadbirkor uchun ortiqcha tushuntirish, hujjat tayyorlash, jarima xavfi va vaqt yo'qotish degani.
Uchinchi guruh uy-joy, kadastr, ijara oldi-sotdi, meros yoki qurilish masalasi bilan shug'ullanayotganlar. Men ko'p ko'rgan holat, odam uy sotib oladi, lekin kadastr hujjatlarini oxirigacha tekshirmaydi. Yoki hovlida qo'shimcha xona quradi, lekin ruxsat va hujjat masalasini keyinga qoldiradi. Yoki ijarada yashaydi, lekin shartnoma og'zaki kelishuv asosida. Yangi tartiblar aynan shunday joylarda muammo chiqarishi mumkin. Chunki uy-joy masalasida hujjat birinchi o'rinda turadi. Masalan, siz kvartira ijaraga bergansiz. Oyga 3 million so'm olasiz. Bir yil davomida bu 36 million so'm bo'ladi. Agar ijara shartnomasi rasmiy bo'lmasa, keyinchalik soliq, kommunal qarzdorlik, yashovchi shaxslar, mahalla ma'lumotlari yoki boshqa tekshiruvlarda savollar paydo bo'lishi mumkin. Eng yomoni, ijarachi bilan nizoga kirsangiz, og'zaki kelishuv sizni to'liq himoya qilmaydi. Shuning uchun yangi qoidalardan qo'rqmaslikning eng yaxshi yo'li hujjatni oldindan rasmiy qilish. 4-guruh ijtimoiy yordam, nafaqa, subsidiya yoki imtiyoz olayotgan fuqarolar. Bu sohada eng katta xato bir marta tasdiqlangan bo'lsa, doim qoladi deb o'ylash. Aslida daromad o'zgarsa, ro'yxatdagi yashash joyi o'zgarsa, ishga kirish yoki boshqa mulk paydo bo'lsa, imtiyoz shartlari ham o'zgarishi mumkin. Yangi tartiblar kuchga kirganda ma'lumotlar bazalari qayta solishtiriladi. Shunda ilgari ko'rilmagan narsa chiqib qoladi. Masalan, oila yordam puli olyapti. Oilada 5 kishi bor. Rasman daromad kam ko'rsatilgan. Keyin oila a'zolaridan biri ishga kirgan, lekin bu ma'lumotni vaqtida yangilamagan. Yoki nomida avtomobil bor, lekin arizada bu ko'rsatilmagan. Tekshiruvda bu chiqsa, yordam to'xtatilishi mumkin. Ayrim holatda ortiqcha olingan mablag'ni qaytarish talabi ham bo'lishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, vaqtida tekshirib qo'ysangiz, keyin ortiqcha muammoga qolmaysiz. 5-guruh bank kartasi, kredit, qarz, bo'lib to'lash va elektron to'lovlardan faol foydalanadiganlar. Bugun ko'pchilikning hayot karta orqali yuradi. Oylik karta, pensiya karta, biznes karta, kredit karta, onlayn to'lovlar. Yangi qoidalar davrida banklar shubhali operatsiyalarni ko'proq tekshirishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Agar siz kartangizdan begona odamlar nomidan katta pul o'tkazsangiz yoki bir kunda ko'p pul kirib chiqsa, bank savol berishi mumkin. Bu pul nima uchun? Manbasi qayerdan? Qanday xizmat yoki savdo uchun? Masalan, sizning kartangizga bir oyda tekin million so'm tushdi, lekin siz rasmiy tadbirkor emassiz. Siz bu qarindoshlarimning puli men faqat o'tkazib berdim deyishingiz mumkin. Lekin bank va soliq tizimi uchun bu tushuntirish hujjatsiz bo'lsa, yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun katta pul aylantirayotgan bo'lsangiz, albatta izoh, shartnoma, qarz tilxati, oldi-sotdi hujjati yoki boshqa asos bo'lsin. Pulning manbasi tushunarli bo'lmasa, eng oddiy operatsiya ham keyin bosh og'rig'iga aylanadi. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz hujjatlaringizni vaqtida yangilagan bo'lsangiz, qarzdorliklaringizni tekshirib tursangiz, faoliyatingiz rasmiy bo'lsa, to'lovlarni kechiktirmasangiz va ariza topshirganda real ma'lumot yozsangiz, qo'rqishga asos yo'q. Yangi qoidalar odatda tartibli odamga katta muammo keltirmaydi. Muammo eski odat bilan yashaydigan, hujjatni keyinga qoldiradigan, hech kim tekshirmaydi deb o'ylaydigan yoki boshqalarning nomidan ish yuritadigan odamlarda chiqadi. Endi istisnolar. Yashirin nozik shartlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan tuzoqlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik shart sana. Odamlar ko'pincha 1 avgustdan kuchga kiradi degan gapni eshitadi va hammasi aynan shu kuni birdaniga boshlanadi deb o'ylaydi. Aslida ba'zi tartiblar bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Masalan, bir hududda avval sinov tariqasida, keyin butun respublika bo'yicha yoki bir guruh odamlar uchun darhol, boshqalar uchun keyinroq. Shuning uchun sana muhim, lekin undan ham muhim narsa qoida sizga qaysi shart bilan tatbiq etilishi. Ikkinchi nozik jihat eski hujjatlarning amal qilishi. Har doim ham yangi tartib chiqdi degani eski hujjat avtomatik bekor bo'ldi degani emas. Masalan, sizda avval olingan ruxsatnoma bo'lishi mumkin. U muddati tugamaguncha amal qilishi ehtimoli bor. Lekin yangi ariza topshirayotgan odam endi yangi shaklda topshirishi kerak bo'ladi. Shu farqni tushunmaslik ko'p odamni adashtiradi. Kimdir keraksiz joyga yuguradi. Kimdir esa kerakli hujjatni yangilamay yuradi. Uchinchi nozik jihat ogohlantirish va jarima masalasi. Ba'zi qoidalarda avval ogohlantirish beriladi, keyin jarima qo'llanadi. Boshqa holatlarda esa birinchi aniqlangan paytning o'zida jarima bo'lishi mumkin. Masalan, tadbirkorlikda chek bermaslik, noto'g'ri ma'lumot kiritish yoki ruxsatsiz faoliyat yuritish ko'pincha
men bilmagandim degan bahona bilan yopilmaydi. Chunki qonunda bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi degan tamoyil ishlaydi. Men oddiy tilda aytsam, bilmasangiz ham tizim sizdan bajarishni kutadi. 4-chi nozik jihat vositachilar. Yangi qoidalar chiqqanda men hammasini hal qilib beraman. Ichkarida odaming bor. Navbatsiz qilib beraman. Jarimani o'chirib beraman deganlar ko'payadi. Mana shu eng xavfli davr, chunki odam shoshilib qoladi, qo'rqadi. Tezroq bitirishni xohlaydi va firibgarlarga ishonib qo'yadi. Men sizga aniq aytaman. Davlat xizmatlari, soliq, bank, kadastr, jarima, subsidiyalar bo'yicha ish yuritsangiz faqat rasmiy kanal orqali tekshiring. Rasmiy to'lovdan tashqari pul so'ralsa, darhol shubha qiling. 5-chi nozik shart ma'lumotlarni yangilash. Ko'pchilikda telefon raqami eski, ro'yxat manzili boshqa, pasport ma'lumoti yangilangan, lekin bankda eski ma'lumot turibdi. Keyin SMS kelmaydi, ariza qaytadi, kabinetga kira olmaydi, qaror haqida xabar kechikadi. Ayniqsa elektron hukumat bank ilovalari, soliq kabineti, kommunal shaxsiy kabinetlari va My.gov.uz kabi tizimlarda ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. Bitta eski telefon raqami tufayli odam butun jarayondan orqada qolishi mumkin. 6-chi nozik jihat qarzdorlik. Yangi tartiblar paytida eski qarzlar birdan ahamiyatli bo'lib qoladi. Masalan, kommunal to'lovdan 200 ming so'm qarzingiz bor. O'zingiz buni katta muammo deb o'ylamaysiz. Lekin uy-joy hujjati, subsidiya, notarial ish, ayrim xizmatlar yoki hisob kitoblarda bu qarz ko'rinib qolishi mumkin. Yoki eski jarima bor. Siz unutgansiz. Keyin mashina rasmiylashtirishda yoki boshqa jarayonda to'siq paydo bo'ladi. Shuning uchun kichkina qarz degan narsa ba'zan katta ishni to'xtatadi. 7-chi nozik jihat boshqaning nomidan ish yuritish. Masalan, telefon raqami sizniki, karta akangizniki, mashina otangiz nomida, do'kon do'stingiz nomida, lekin hammasini siz ishlatyapsiz. Kundalik hayotda bu odat bo'lib qolgan. Lekin rasmiy tizim uchun egasi kim bo'lsa, javobgarlik ham ko'pincha o'sha odamga boradi. Agar mashina otangiz nomida bo'lsa, jarima otangizga yoziladi. Karta boshqa odam nomida bo'lsa, pul aylanishi bo'yicha savol o'sha odamga boradi. Tadbirkorlik guvohnomasi boshqa nomda bo'lsa, muammo ham boshqa odamga tushadi. Bu qarindoshlar orasida ham nizo chiqaradi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy, bajarish mumkin bo'lgan qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, doimiy ro'yxat manzili, telefon raqamingiz, stir yoki JSH ma'lumotlaringiz bir-biriga mos bo'lsin. Agar bankda eski telefon raqamingiz turgan bo'lsa, bank filialiga boring yoki ilova orqali yangilang. Agar My.gov.uz kabinetiga kira olmasangiz, elektron raqamli imzo yoki One ID kirish imkoniyatini oldindan tiklab qo'ying. Muammo chiqqan kuni buni qilish qiyinroq bo'ladi. Chunki navbat ko'payadi. Ikkinchi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Kommunal to'lovlar, soliq qarzi, yo'l harakati jarimalari, kredit to'lovlari, aliment yoki ijro hujjatlari bo'yicha ochiq majburiyatlar bor yo'qligini ko'ring. Buning uchun bank ilovalari, rasmiy davlat xizmatlari portali, soliq ilovasi, kommunal tashkilotlarning shaxsiy kabinetlari va tegishli xizmatlardan foydalaning. Agar qarz chiqsa, darhol to'lab tashlash shart emas. Avval qarz haqiqatan sizniki ekanini tekshiring. Ba'zan hisoblagich noto'g'ri kiritilgan, eski obyekt sizning nomingizda qolgan yoki jarima bo'yicha xatolik bo'lishi mumkin. 3-chi qadam, avtomobil hujjatlarini tartibga keltiring. Sug'urta muddati, texnik ko'rik holati, jarimalar, ishonchnoma, oldi-sotdi shartnomasi, avtomobil egasi kimligi, davlat raqami va bazadagi ma'lumotlar mosligini tekshiring. Agar mashina siz ishlatayotgan bo'lsa, lekin boshqa odam nomida tursa, bu masalani cho'zmaslik kerak. Ertaga jarima, sug'urta hodisasi yoki rasmiylashtirishda muammo chiqsa, biz kelishib olgandik degan gap yetarli bo'lmaydi. 4-chi qadam, tadbirkor bo'lsangiz, hisob kitobni tozalang. Onlayn kassa ishlayaptimi? Chek berilyaptimi? Bankdagi tushumlar va real savdo mosmi? Ijara shartnomasi bormi? Xodimlar rasmiylashtirilganmi? Soliq hisobotlari vaqtida topshirilganmi? Shularni ko'ring. Agar oyiga 20 million yoki 20 million so'm pul aylantirayotgan bo'lsangiz, har bir yirik operatsiyaning izohi bo'lsin. Mijozdan oldindan to'lov oldingizmi? Shartnoma qiling. Qarindoshdan qarz oldingizmi? Oddiy yozma tilxat yoki bank izoni saqlang. Tovar oldingizmi? Hisob faktura, nakladnoy yoki kamida yetkazib beruvchi bilan yozishmalarni saqlab qo'ying. 5-chi qadam, uy-joy va kadastr masalasini tekshiring. Uy sizning nomingizdami? Kadastr hujjati to'g'rimi?
Qo'shimcha qurilish rasmiylashtirilganmi? Ijara shartnomasi bormi? Kommunal hisoblar kim nomida? Yashovchilar ro'yxati to'g'rimi? Bularni birma-bir ko'ring. Agar uy sotib olayotgan bo'lsangiz. Faqat narxga qaramang. Kadastrda taqiq yo'qmi? Garovda emasmi? Meros nizosi yo'qmi? Kommunal qarzlar bormi? Sotuvchi haqiqatan egasimi? Shularni tekshiring. 5 daqiqalik tekshiruv keyinchalik yillab davom etadigan nizodan saqlashi mumkin. 6-qadam ijtimoiy yordam yoki imtiyoz olayotgan bo'lsangiz, ma'lumotlaringizni yangilang. Oila tarkibi o'zgarganmi? Kimdir ishga kirganmi? Daromad oshganmi? Yashash joyi o'zgarganmi? Yangi mol-mulk paydo bo'lganmi? Bularni yashirmang. Agar siz haqiqatan yordamga muhtoj bo'lsangiz, to'g'ri ma'lumot sizni himoya qiladi. Noto'g'ri ma'lumot esa yordamni to'xtatishi va keyin tushuntirish talab qilishi mumkin. 7-qadam. Har qanday ariza yoki murojaatda yozgan matningizga e'tibor bering. Ko'pchilik arizada taxminan, bilmayman, oldin shunday edi deb yozadi yoki boshqalar aytgan tayyor matni ko'chiradi. Lekin rasmiy murojaatda har bir so'z muhim. Agar siz qarzdorlik bo'yicha e'tiroz bildirsangiz, aniq yozing. Qaysi sana, qaysi hisob raqam, qaysi summa, nimaga rozi emassiz, qanday hujjat ilova qilyapsiz. Agar xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa, menga xizmat ko'rsatishmadi deb umumiy yozmang. Falon kuni falon idoraga murojaat qildim. Arizam qabul qilinmadi. Sabab sifatida falon narsa aytildi deb yozing. 8-qadam hujjatlarni suratga olib, alohida papkada saqlang. ID karta, kadastr, shartnoma, to'lov kvitansiyasi, jarima to'langanligi, sug'urta, ruxsatnoma, bank cheklarini telefoningizda tartibli saqlang. Faqat messenjerda qoldirmang, chunki chat o'chib ketishi yoki telefon almashishi mumkin. Elektron pochta yoki bulutli xotirada ham nusxa bo'lsin. Rasmiy ishda menda bor edi degan gap emas, ko'rsatadigan hujjat ishlaydi. 9-qadam rasmiy manbadan tekshiring. Telegramdagi har bir xabarni qonun deb qabul qilmang. Rasmiy idora sayti my.gov.uz, Soliq qo'mitasi, Markaziy bank, AXXB, kommunal tashkilotlar, mahalliy hokimiyat va qonunchilik bazalaridagi ma'lumotlarga tayaning. Agar xabar aniq bo'lmasa, idoraning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling yoki yozma murojaat qoldiring. Og'zaki aytilgan gap keyin yo'qoladi. Yozma javob esa sizga asos bo'ladi. 10-qadam shoshilinch qaror qilmang. Yangi qo'yda chiqqanda odamlar vahimaga tushadi. Darhol pul to'laydi, darhol shartnoma imzolaydi, darhol vositachiga ishonadi. Avval tekshiring, keyin harakat qiling. Agar sizdan pul so'ralsa, to'lov rekviziti rasmiy ekanini ko'ring. Agar jarima chiqsa, jarima raqami, sana, asos va to'lov manzilini tekshiring. Agar hujjat talab qilinsa, qaysi normaga asosan talab qilinayotganini so'rang. Bu sizning huquqingiz. Men ekspert sifatida eng muhim tavsiyani shunday beraman. 1 avgustdan keyin muammo kutib o'tirmang. 1 avgustgacha tayyorlaning. Hujjatlaringizni tekshirishga 1 kun ajrating. Telefoningizda alohida ro'yxat tuzing. Pasport, bank, soliq, kommunal, avtomobil, uy-joy, ish yoki tadbirkorlik, ijtimoiy yordam. Har birining qarshisiga tekshirildi deb belgi qo'ying. Mana shu oddiy usul ko'p odamni jarimadan, navbatdan, tushuntirish xatidan va keraksiz xarajatlardan saqlaydi. Xulosa qilib aytaman. 1 avgustdan yangi qoidalar boshlansa, eng katta xavf qoidaning o'zida emas, unga tayyorgarliksiz kirib borishda. Kim hujjatini, qarzini, to'lovini, arizasini va rasmiy ma'lumotlarini oldindan tartibga keltirsa, u ancha xotirjam bo'ladi. Kim keyin ko'raman deb yursa, aynan o'sha odam eng noqulay vaqtda muammoga duch keladi. Bugun men sizga qo'rqish kerakligini emas, tayyor bo'lish kerakligini tushuntirdim. Haydovchi bo'lsangiz, mashina hujjatlarini tekshiring. Tadbirkor bo'lsangiz, pul aylanishi va hisobotni tartibga keltiring. Uy-joy masalasi bo'lsa, kadastr va shartnomani ko'ring. Ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, ma'lumotlaringizni yangilang. Bank kartasidan katta pul aylantirsangiz, har bir operatsiyaning asosini saqlang. Sizningcha 1 avgustdan kuchga kiradigan yangi tartiblar ichida eng ko'p kimlarga qiyin bo'ladi? Haydovchilargami, tadbirkorlargami, uy-joy hujjati bilan yurganlargami yoki oddiy fuqarolargami? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ertaga ortiqcha muammo va xarajatdan qutuladi.